Real Sociedad Barcelona eslatib o'tamiz. Real Sociedad Ispaniya chempionatida hozircha 13-o'rinda turibdi. Oxirgi 2 o'yinda jamoa yuta olmagan ekan. La Liga Ispaniya chempionati 20-tur. Bu 20-turdan oldin Barcelona Ispaniyada 1-o'rinda turibdi va umumiy ochkolar soni hozircha 49 tani tashkil etadi. Barcelona bu safargi o'yinda Real Sociedadda mehmon bo'ladi. Real Sociedad Barcelona bizani vaqt bilan hisoblasak 18-yanvardan 19-yanvarga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 1da bo'lib o'tadi. Ispaniya chempionatida Barselona hozircha yetakchilik qilyapti. Agarda g'alaba qozonish kerak bo'lmasa, ta'qibchilari o'zidan keyingi kelayotgan jamoalar yaqinlashib qolishyapti. Bosa-bos yutish kerak, sola-sol qilish kerak. Faqat goldan urish kerak. Viska Barsa, Viska Kataloniya kutib qolamiz. Barselona chochib tashlash kerak g'alaba uchun.